Hürmetli vatandaş, bugün çislağa 2023 yıl 6. ayının 6. günü haftaga seshanba. Endilikdeki xabarimiz yoki Ukraina uchun bir xo'sh xabar. Bu xo'sh xabar Ukraina o'zi dedi, xo'sh xabar deb. Prezident Zelenskiy mundaq dedi. Biz kutib turgan xabar yetib keldi. Mavzuli xabar 6. ayının 5. günü erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy 6. ayının 5. günü mundaq ko'rsatdi. Ukraina'nın sharqidagi shahar Bakhmutdan ham bu shaharning atrofidagi rayonlarda urush qilayotgan Ukraina askeri qismlaridan doklad topshirib oldim. Biz izchil kutib kelayotgan xabarni topshirib oldim. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Zelenskiy 5-tisla kechli muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq bildirdi. Men her bir askeri odamga rahmat aytaman. Her bir ayol vatan qo'g'iruvchilarga rahmat aytaman. Bugün bizga ular biz kutib turgan xabarni doklad qildi. Yaxshi ish qildinglar. Bakhmut rayonida jang qilayotgan Ukraina askeri odamlarimiz. Prezident Zelenskiy ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Rossiya armiyasi hozir harakat qo'llangan Ukraina armiyasiga duch keldi. Va Ukraina armiyasiga duch keldi va isteriya shakillik inkas qaytirdi. İki grup alayda qismlarimiz chibarlik bilan keskin unum yaratıp bizning ba'zilarimizni qo'g'dab, ishg'oliyatchilarni bet-chet qilib, ular g'albi sari ilgirladi. Bu prezident Zelenskiyning Ukrainaning oldingi hisobmasam Bakhmutda urush bo'layotgan oldingi hisobdan yetib kelgan xabarini topshirib oldim dedi. Bu xabarda konkret nima deyildi bir gap yo'q. Biroq prezident Zelenskiy shundaq degan ekan, demak buning xabar uchurlik qimmatining yo'qligi va balki maxfiy tutilgan bir taraflar bo'lishi kerak vatandosh. Hozir hisobda Zelenskiy, ya'ni g'alaba qilish oldi turgan Zelenskiy amaliyotda hozir umumyuzlik hujumga o'tish. Hozir bir xabarda umumyuzlik hujumga o'tdi deyildi. Bir xabarda yani kutib turdi deyildi. Araliqda o'tirg'i chiqqan ishliq, tinchlik suhbati, tinchlik musofasi umi to'xtab qolgandek turdi vatandosh. Endi gap hozir 2-3 kunlik jimlik ichida Ukrainaning harbiy ishlar vaziyatida, siyosiy vaziyatida qanday o'zgarish bo'ladi bu? Oldimizdagi gap bo'lishi mumkin. Vatandoshim, tunugun Ukraina to'g'risi so'zildik. Ayni chaqda Ukraina urushning bir pay o'q etilganda qanday xonavayron bo'lgan bo'lsa, bugun bu urush Rossiya zeminiga shunday kirib keldi. Anda Rossiya zemini krizis yoki Rossiya siyosiy hokimiyati krizis ichida turibdi dedi. Ondan keyin ondan bugun jonlining nazarida nima dedi deyilsiniz, Ukrainaga qarshi Rossiya armiyasining ichida bo'libmi oldingi safda jang qilayotgan yollanma qo'shin Yevgeniy Grozhinning qo'shinlari hozir isyon ko'tarib Rossiya askeri qismlariga isyon ko'targandek bir xabarni, bu dalillanish kerak, bu ko'targandek bir xabarni jonlining nazarida ko'rsatdi vatandoshim. Endi buni qo'yib turib, junguni ichiga kelsak, men tunugun sizlarga degan edim vatandosh. O degan so'zimda nima dedim? Beijingda Amerikaning davlat bayrog'i lapildatildi. Ondan keyin bir ayol kishi listovka yana tashviq varaqa tarqatdi.
Bugün bu aydınlaştı vatandaş şükürler bu ayal kişi kol kılınıptır. Beijing Tenterbiye Sarayı yani kuş çangısı Tenterbiye Sarayı'nın Lilong munarığı çıkıp bu ayal kişi teşvik verek desiniz nemiken Amerika Koşmuş Ştatlarının müstakillik hitapnamesideki felsepevi yoki insoniyatga xos bir ruh bilan o'ttirib qo'yilgan falsafiy fikrlarni tashviq varaqsiga aylantirib bu ayol tarqatgan. Lilong munarığı çıkıp Listovkiya tashviq tarqatgan. Şu vaqtda yana birlikda Amerika Qo'shma Shtatlarning bayrog'ini lapildatgan. Şu hamon davlat amallik qo'g'dug'uvchilari saqchi qo'shinlari Xitoyni yetib kelib bu ayolni qo'lga oldi. O'tgan yili Si Tingchao yani kesishgan ko'rik, kesishmi ko'rik ustida bir Mo'ng'ul yosh yigit Zay Jopun deydigan ismini unutib qoldim, kechiringlar. Bir Mo'ng'ul yigit shu yerda shunday shuarda olib, Kompartiya taxtdan cho'sh degan mazmunda tug'ilgan edi. Bugün endi bu ayol kişinin birinci şuarı vakit, sana bana vakit kalmadı. Vakit tügedi. Dep tavlaptı şuarını bunun manisi birinciden. Şunun qaraganda Cungo Kompartiyasının tayman bu kızı tevekkelçilik qilish foresti ve vakti yetip geldi. Deyili oturdu orbitede. Yani bir taraftan Cungo'nun işki kısmındaki zulüm, sistem, diktatora bastırış yok kurpelli götürdü. Endisinin tınık alalaydıgan, nefes alalaydıgan yolun kalmadı. Bunun için vakit yok, cünguluk. Ornundan tur, ornundan ders tur degende olsa gerek. Ceryanmış o vatandaş. Bu ayol şundak dedi. Amerika'nın müstakillik hitapnamesini teşvik vere kılıp çaştı. Amerika'nın bayrağını planlattı. Onun yana bir şuarı biz adam hemmeden evzel. Devlet bu adamlar kurduğun nerse adamlar yer şarda peyda bulmasın burun devlet yok idi. Adamlar peyda buldu, devlet kuruldu ki adamın kadri kımmeti nerede? Bu ayalının tağılğan şuarı şu ki vatandaşım. Bu tünü günlerden Beijing'de yüz bergen iş. Vaziyet benim şundaq.